Nima qilyapsiz? Xudoyroqmi? Tegaga yopishtirishga. Tegaga yopishtirishga suv gruntuvka qo'shadimi bunga? Gruntuvka qo'shmadi, pufaklar 801 qo'shdi. 801, 801 puan nimaga qo'shadi bunga? Tepamiz gipsga ardon. Pufaklar yaxshi yopishishiga, bo'shlik bo'lishiga, keyinchalik tirishib berib ketmasligiga shu narsani qo'shmoqda. Keyin yana sifatli yana keyin yana bitta narsani ma'lumot o'rnida aytib keting. Hozir buni puva qo'shiladigan bo'lsa, tez qotib qolmas ekan. Sekin qotadi. Sekin qotadi. Stiklarini, choklarini bemalol. Choklarni, stiklarini mana bunaqa choklarni qiynalib, bir xil 0,1 shpekulovka qilib tayyorlab olishyapti. Bunaqa choklariga stabilni. Bu xato narsa. Shpekulovka bilan gipsni aralashtirib, chokni yamash xato narsa. Keyinchalik kirishga berib, xuddi o'sha joydan oshib ketishi mumkin. Iloji boricha pufaklarga suv qo'shib, gipsni yamaganinglar yaxshi. Mana hurmatli obunachilar, mana o'zingizlar ko'rdinglar, mana eshitdinglar, kuzatib boringlar, podpiskalar bosib qo'yamiz o'rtoqlar.